Bola ko'rayotgan bo'lsanglar, bu Mers emas, bu Gentra mashinasi. Hatto haqiqatan Mersga o'xshatib qo'yibdilar akamizni. O'zingizlar baho berasizlar, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Bu Gentra mashinasini ustki qismini akamizlar mana takoy obvezlar qildiribdilar, zakaznoy. Hatto haqiqatan juda ham zo'r chiqibdi. Bu mashinani полный salon navrotlarini akamizga o'zimiz qilib berganmiz. Ahamiyat berasizlar. Eslasanglar, lentaga ham qo'yganmiz. Eski joyimizdagi Faiz Cafe'ning oldidagi joyimizda qilib berganmiz. Полный G-class deflektorlar, restoran, rul salon освещение, 205 barlarni hammasini o'zimiz qo'yib berganmiz. Avshiplarga ham e'tibor berasizlar, juda ham zo'r chiqqan. Mana podsetkalar hammasi ideal bo'lib turibdi. Akamizga faqat chexollari ozgina o'ynab ketibdi. Almashtirmoqchi bo'lgan ekanlar, boshqasini qo'yganlarida o'zidagi turmabdi. Atak biz avtopilot taqib bergandik. Atak mashina zo'r haqiqatan ham. Salon qismi buferi ham mощность turibdi bolalar. Tashqi qismiga ham e'tibor berasizlar, juda ham zo'r. Bitta nasatga qo'yiladi, xudo xolasa orqasiga mashina haqiqatan ham Mersga o'xshab qolgan. O'zi konkretni Mers desa ham bo'ladi. Kech payt ko'rgan odam buni Mers deb o'ylaydi. Bolalar, kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, bemalol avtotuninga kelaverasizlar. Bu mashina bo'yicha fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Atak akamizning fukuslariga gap yo'q.